أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب الرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرضاع. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول عنهما كان يقول لا رضاء إلا لمن أرضع في الصغر. أخبرنا 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 مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو كان عمي فلانا من الرضاعة حيا دخل علي. قال نعم. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن ياسر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من رضعه نساء إخوتها. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عمرو بن شريد أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية فسئل هل يزوج الغلام جارية قال لا اللقاء واحد. باب الرضاع إمتش إملداشلق إمش أحكامları Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma şunda deydi. La rıda degan imildaşlık hükmü ispatlanish yok, imildaşlık yok. İlla liman urdi'a fi sigar. Kichik vaqtida emgan bo'lsa, andin bu imildaşlık hükmü ispatlandi. Cho'ng bo'lib bo'lgandan keyin, ba'dal havlayn. Yoki İmam Abu Hanifaning o'zida 30 oydan keyin emgan taqdirda imildaşlık ispatlanmaydi demoqchi. İkinci hadisda Ayşe radhiyallohu anha Rasulullah'ın qilishdi ekan. Hafsaning hujrasiga bir kishi kiraman deb ish qilayotgan ijozat kirsam bo'lamdi deb so'rayotganligini ko'rib, Hazrat Ayşe debdi: "Ya Rasululloh, ma kishi sizning uylarga kiraman deb o'tdi, yot bir kishi." Yani Rasululloh urahu fulanan. Rasululloh falanigo deyman deb ismini atgan Rasululloh. Lekin Hazrat Ayşe uning ismini atmadi. Li'ammin li Hafsata min ar-rida'a. Falani deb Hafsınınki imildaş tağısının ismini atı dedi. Hazır li'ammin li Hafsata degan söz Hazrat Ayşe'nin sözü. Urahu fulaniga Resulullah'ın sözü. İsmini atığandayken Hazrat Ayşe Hafsınınki imildaş bir tağısı vardı deb şunu ismini anlagan gap. Qalat Ayşe radhiyallohu anha ya Resulullah law kana ammi fulanun min ar-rida'a. Mening imildaşlıkdan bo'lgan tağam falanim ayat bo'lgan bo'lsa, mening qishimga kirivas bo'lamdi. Qala na'am, kirivetdi. Chunki bu tağısı. Ana Ayşe radhiyallohu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala yahrumu min ar-rida'ati ma yahrumu min al-wilada. Tug'ish orqali tuqqanchilik sababidan mahram bo'lgan, nikoh qilish harom bo'lgan tuqqanlar imildaşlik sababidanmi o'xshash harom bo'ldi. Albatta buning ba'zi bir umurda bir qancha masalada o'xshamaydigan yeri bor, lekin umum 95% o'xshash. Imildash tag'isi masalan bir ayolni Hazrat Ayşe emgan bo'lsa, shu ayolninki yo'ldishining aksi tag'isi bo'ldi. Bir ayolni emdi. Shu ayolninki yo'ldishi bor albatta. Shu yo'ldishininki aksi ya inisi o'sha emgan bolaninki tag'isi bo'ldi. Mesela nazil İsmail'e Ayşe devam ediyor ya yoksa devam Qadir mening tag'am degani men mesela emgan onamning erining
aksi insi olsa bu tağıs oldu. Ama diyen da taraftan buldu, ön taraftan bulmaydı. Hal oldu ön taraftan bulsun ama ayrıca bu sütün ilgisi görüp takıldığında ama sütün peyda olsa kim sebep çoğan dada. Yani dadası ondaki adam. Onun anın büyüttüğüne buldu tağıs oldu. Yani Ayşe radıyallahu anha yahrumuna radâti ma yahrumuna velâde de bir rivayet kıldı. عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها. Hazreti Ayşe'nin huzuruna Hazreti Ayşe'nin hemşireleri ve cihan kızlar olsun. Aksi Abdurrahman'ın kızları değil. Şunu imit etken balla çoğulgan çağda şunu kirtti. Hazreti Ayşe'nin kışka hicapsız kirtti. Yani kirmiş bir şey öyle demeden yüzümüz Fransız otural etti. Başka müminler de Fransız mı ettiği? Onunla nubara hicab tutsak ulaş gerekti. ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. Aşo birtiqallarının ayolları imitkenler onun kaşı kiremmetti dedi. Birtiqallarının yani akıllarının ayağını emgen balla Hazreti Ayşe'nin kaşı kiremmetti. Nima uchun? Çünkü bu imitken kişi aş ayol şuna ama oğanken muşo sahabe kiramlarning ichida munda deb qaraydiganlar bor. Hali bir xilafiy masala kelib bir qarashni o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Sahabening ichida imitgan kishi ham ayol. Ayol bilan Hazrati Ayşe'ning o'ttirida tuqqanchilik bormi? Yo'q. Nonken iri yani Hazreti Ayşe'ning aksininki buning ta'siri bo'lmaydi dedi. Ba'zilar yo'q, shu aksining ayoli kelgan sut nima sababdan paydo bo'lgan? Aksi tarafdan paydo bo'lgan. Nonken sutning iyisi aksi. Nonken ta'sir bo'ldi deb qaraydi. Uni ma'vo ta'sir bo'lmaydi degan qarashni bayon qilyapti. Ta'sir bo'ldi deb qarasa Ayşe so'rab ketdi. Amma bo'ldi. Anna ibn Abbas radhiyallohu anhu su'ila an rajulin kanat lahum imra'atan. Bir kishininki ikki ayoli bor ekan. Bir ayoli bir o'g'ilni emitgan, yana bir ayoli bir qizni emitgan. Fasu'ila Hazrat ibn Abbasdan so'raldi. Ash qizni ash o'g'ilga appasi bo'lamdi? Qala la, yo'q bo'lmaydi. Al-liqah vahid. Yani bir yerda mush ikki bolaninki emgan sutining asli kelish manbasi sutni paydo qilish sababi bir dedi. Yani u ayolga sut qanday paydo bo'ldi? Mush er kishi yaqin kelganlikdan. Yoki mush er kishidan homilda bo'lib tuqqanlikdan sut paydo bo'ldi. Bu musa bakan kelib qolgan sut emas. Bu sutning manbasi bir bo'lgan ekan, bu ikkisi bir tuqqandek bo'ldi. Yani labanul fahl degan gapmi shu. Kitaplarda labanul fahl deb chiqadi. Yani erkekning suti, er kishi sut olmaydi-ku. Lekin hozir mush sut erning sutidek. Shu sutning paydo bo'lishiga mush er sababchi bo'lgan. Demak, hadisda hozir labanul fahr yuharrim degan mazmun chiqadi. Labanul fahr yuharrim. Jumhurning qarashi shu. Labanul fahl degan nima desak, bunda bir aniq bir bekitib qo'ymasak, ya'ni necha chiqadi, o'sha labanul fahl nima degan gapniki deb labanul fahl degan mushuna ismi dedigo bir ayolni oldi. Undan farzand ko'rdimi? Farzand ko'rgandan keyin bu ayolning suti bor. Ondan bu yana bir balni emitdi. Boshqa yat baldan birini emitdi sutilar. Labanul fahr va haromlik keltirib chiqdi diyorlar. Mush bala, mush o'g'il bu odamninki boshqa bir ayoldan qizi bo'lib qolsa, ash qizni ololmaydi, juftliqim bo'lib qoldi. Ma hadisda hozir unda misol berdi. İki ayol var, bu iki ayol o'zining ash odamdan bo'lgan bolani emitdi. Uning chatabi bolasi, ikki qarindosh bo'ldi, oni boshqa qarindosh. Yani uningdan boshqa ikki bolani beqilib, sutdan akilib emitsa, bu ikkisining qarindosh bo'ldi demoqchi. Demak, buni dadisi sutni paydo qiluvchisi bir bo'lgan ekan, xuddi dadisi bo'lib qoldi. Juft qanday bo'ldi demoqchi. Hali bu ayol boshqa bo'lsinmi? Ayol biznesdan dadisi harom qilgan shakllanib qo'ygan. Ayol biznesdan Asiyat vardı bir mesela kızvalım bir ismi var. Aşağıya bir de haram kızvalım. İki balını bir ayol emitken bolsa, hadi iki balını iki ayol emitti. Ne farkı şu? أخبرنا مالك أخبرنا إبراهيم بن حقبة أنه سأل عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهي تحرم
وما بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. وإن كانت قطرة واحدة فهي تحرم. وما بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. أخبرنا مالك أخبرنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير فقال له مثل ما قال سعيد بن المسيب. أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول عنهما كان يقول ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم. أخبرنا مالك أخبرنا نافع مولى عبد الله أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه فقالت ارضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. فأرضعتني أم كلثوم بنت أبي بكر 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. 620 ders İbrahim Said bin Said'in şu rada'nı hükmünü söyledi. Rada'nın hükmü qanday çağıldı hesap buldu ise mekâne fil havleyn vel validatu yurda'na evladahunna havleyni kâmileyni limen arada yutimmer rada. Yani yutimmer degan tamam qilishni to'liq imitaydigan adam 2 yil degankin 2 yilda tamam bo'lib bo'ldi degan gap. Va in kan qatra wahida fayatuhrim. Bir tamchi o'simi shu imildashlikni keltirib chiqirdi. Va ma ba'dal havlayni fa innama huwa ta'amun yakulu. 2 yildan keyin bu odat degan tamoq. Bir ayol esa 2 bolaga tamoq yegisi haramlik keltirib chiqarmagandek imildashlik keltirib chiqarmaydi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu ma din so'de فقال له مثل ما قال سعيد بن المسيب. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم. أمس أخشش أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر. سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله ابن عمر ما Hazreti Ayşe Salim imivatkan çağda Kulsum Hazreti Ayşe'nin hemşirisi sanlısı değil Kulsum evetken şu çağdan Kulsum'un su çıktığı vakit olsa evetken fakat erda'ihi 10 radaat hatta yedkhul alayhi buna 10 katım imitivetten andım menin kaçımıga bimalal kirdiğim bolsun men hammasi olay demekçi. Farda'ni Kulsum bintu Abi Bekir'in 3 radaat thumma maridat 3 katım imitip olab ağırıp kaldı. فلم ترضعني غير 3 مرار. 3 katımdan başka imitmedi. فلم أكن أدخل على عائشة رضي الله عنها من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. 10 to'liqmagan bo'g'achqa men cho'ng'igan chig'imda yani bu kichik vaqtida bo'g'ash yani men kichik vaqtimda bunda bo'libdi ekan demoqchi. U 2 yosh vaqtida 3 qatim imitgan onu to'liqlagan deyilmaydi. Lekin cho'ng'igan chaqda boshqalar shuni deb bergandi. Sizni menda qilgan, menda bo'lgan deb bergan ekan, bu shuni deb beryotdi. Men kichik vaqtimda unda bo'libdi ekan. Shu sababdan 10 qatim imitmaganlik sababdan 3 qatim imitganlikdan 7 kam qolganlikdan men ammam hisoblab kirmaydigan bo'libdi ekanma deb bergan. Ana 10 qatim, 5 qatim yoki massa vahida degan bu nima masala desa bazı ulamalar deydi şu ummahatul mu'mininga nisbatan 10 qatim imitish bunda mushaddad mughallaz hukm bordi. Kim bu 5 qatimga tushirilgan, ammo umum musulmonlarga nisbatan al-massatan hammasi yuharram degan qarashlar bor. Ba'zilar yak az olsun jiq olsun shu imildash paydo qildi degan shu umum hukm deb qarash mumkin. Ammo 10 qatim deganda keyin 5 qatim tushgan mansublanib ketgan degan qarashim bor. Bundan keyin chiqadi taxbu. Axbarana Malikun. Axbarana Malikun axbarana Nafi'un an Safiyyah ibnat Abi Ubayd anna akhbaratu anna Hafsah arsalat bi'azim ibn Abdullah ibn Sa'd ila Fatimah ibnat Umar تدعه 10 رضعات ليدخل عليها فتعالت فكان يدخل عليها وهو يوم أرضعته صغير يرضع. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أمرت أن عائشة رضي الله عنها
قالت كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحلمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة فكنت أصيبها تعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت امرأتي دونك قد والله أرضعتها قال عمر أوجعها وأتي جاريتك فإنما رضاعة الصغير. Yuqoridagi hadis Safiya so'zlab berdi. Hafsa arsalat bi Asim ibn Abdullah ibn Sa'd ila Fatima ibn Umar. Hazrat Umarning qizi Fatimaga evatibdi. Hafsa cho'ng qizi bo'lgandan keyin va kichik singlisi shuni evatib 10 qatim imitibdi va Asimni endi cho'ng olsa mana hammasi sutida mana qachon kiradigan bo'lsin debdikan. Fa'ala shunda qildi. Fakan yadkhulada cho'ng olgandan keyin Hazrat Hafsa radhiyallohu anhaning huzuriga kiraverdi. Lekin shu imitgan chaqda u taxa imayotgan bo'libdi. Yani cho'ng deb qolmoqchi. An Aisha radhiyallohu anha qalat kana fima anzalallohu min al-Qur'an 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Nazil qilingan Qur'on oyatlari ichida aniq 10 qatim imitish bo'lib qolsa, indash keltirib chiqirdi deb batdi. Keyin mansublanib ketib 5 qatim imitish deb hukm qilib qoldi deydi. 5 qatim imitish bo'lsa haramliq, ya'ni imildash keltirib chiqirdi deb ayında oyatga almashdi. Fatufiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va hunna mimma yuqra'u min al-Qur'an. Rasululloh vafot bo'lgan chaqda bu oyat Qur'on deb o'qilib turdi shu. 5 radat. Unda o'qilib turgan oyat keyin bo'ldimda biz kimda hozir. Keyin shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirgi hayotida umuman so'rab ketgan. Mansux bo'lgandan keyin bu mansukni ba'zi bilmagan odamlar Rasululloh oxirgi hayotida o'qildi bu. Lekin shu Rasululloh turishning burungi chaqda aslan hayotning oxirgi vaqtida mansux bo'lib ketgandan keyin ba'zilar taxov mansux hukmay shu burungi fazil o'qiyagan bo'lishi mumkin. Lekin Rasulullohning oxirgi vaqtlarida endi o'qildi vafot bo'lgan chaqdimi ba'zilar Rasulullohning hayotida mansub bo'lganlik to'liq yetib bo'lmaganlar, xabar bo'lmaganlar uni Qur'onda o'qib turibdi demoqchi. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن رضاعة الكبير چون kishininki emish ahvolda imildash kelib chiqamdi deb so'di dedi. Abdullah ibn Umardan bir kishi so'rabdi. U javob berib, "Otam Umarning huzuriga biraydan kelgan. Bunda so'g'anda otam bunda fatvo bergan deb dadasining bergan fatvosini deb turibdi. Kanli valida mana bir dedikim bordi. Fakuntu usibuha, yani ona bilib bo'ldim, yaqin keldim. Fa'amadat imraati ilayha, ayolim bir plan qilib, shu nimadan yiroqlashtirish uchun buni yakundash tutib, shu dedikimni imitib dedi. Cho'ng dedekni. Bu ayolning o'zining planidan shunda imitayotgandan keyin bu meni qizimdek bo'ldi. Meni qizim bo'lgandan keyin erim bilan yaqin kelmay, shuni qutulma demoqchi. Imitib tutdi. Fadakhaltu alayha, shundan men u dedikimning qashiga kirsam, faqalat imrati, shu asnadan ya kirmoqchi bo'ldim, ya kirgan vaqtimda dunak diqqat qilsizlar, agar huslar deganmanda. Shuna degan bo'ldi-ku, dunak. Qismsizlar degandek. Qad vallahi ardatuha. Allohdan qasam men uni imitib qo'ydim. Hozir bu qizingdek bo'lib qoldi demoqchi. Qala Umar, bu Hazrat Umarning bunda ahvol degan avja'ha, ayolni o'qdan qattiqroq adabligan, adabini bergan ayolni. Dedikan ular bilib bo'ladi, hech nima bo'lmaydi. Bu imildashlik degan ash kichik vaqtida imidgan mezgilda emitsa unda hisob bo'ldi. Cho'g'an chaqda hisob bo'lmaydi. Hazrat Abu Musaning vaqaligi bor. Abu Musa al-Ashari'dan bir so'g'a. Men oilimni imib qolgan, endi oilim haram bo'lib ketimdi degandan keyin haram bo'lib ketdi. Kim buni anlab Abdullah ibn Mas'ud anlab qabulgan. Abu Musa kelib, bu saqalliq mush odam hozir radiyammi shu? Imidgan bo'vaqmi shu? Yo'q.
Şu numarada makana fil havlayn. Rasulullah inik bunu ba. Çoğun adam inqa holda aram bo'lib ketmaydi degandik. Bu Ibn Mas'ud ba bo'lgan holda mendan fatvo so'ramanglar degan. Ya Hazreti Ayşe'ninki çoğunla emsimi imildaşlık kelib chiqdi degan qarshi batdi. Şuna şu İzzet Atiye diyen doktor, özellikle hadis doktoru, çoğun doktor hem bu. Usuliddin'in hadis kısmının bölümünün reisi olan. Bu da üzere ustazlarla müzakereleşip, bunda hadisli bağ, işhanında birlikte işleydiğinler, hizmettaşlarını takılar bunda bir işhanında işleydiğin boğan takdirde, ümit etse bir işhanında hali oturup hizmet kılalaydı, mahrem bulab, diyendek muş qarashga asosan bunda buldu deb bir ilmiy muzokara qilib bunda nima qilyapsan bu fatvo emas. Chunki Sayyid isbamda. Mesela Sayyid Muslimda isbah. Bunda buldu desa buni axborotchi muxbirdan birisi anglab buni boshqacha qilib taqib bu g'ulg'ulab ketib bu arab davlatlarida emas, shu Rossiyaning munbarlaridami qiziq munozaralar ketib bu ishlar. Keyin azardan qo'llatdi. Yani asl qo'lishi o'rinsiz. Bu Sayyid isbah şuna asaslangan. Şunun ayağım bu arada dal kebir degan o'tirib chiqib imildash keltiramdi. Va jumhurning nimasi shu kichik vaqtida imgan bo'lsan imildash keltirdi. Arayan mesela var çıkan şey arayan var. Salim Mevla Abi Hudeyfe'nin vaqaliki bunga kitap chiqish mumkin. Aşağında çoğunlap bo'lgan bo'laydi. Rasulullah Salimning ayoli Sahliga sizning qishingizga kiraverish uchun sizni 5 qatim invasion ondan keyin kiraver degan. Bu sayyidis. Hani buni hadisshunoslar sayyamas deb inkor qilmaydi. Ya mansukh degan olmaydi. Bunda bir turqiliq. Buni ba'zi ulamolardan so'ragan chaqda mesela Atiya Saqir rahmatullohning fatvosini ko'rib baqsam, mushadis bunda say keldi, ammo vallohu a'lam. Bilmedi. Bu mesela buna ulamalar her xil izohlab baqqan. Ardai desa bu çoğun adam olsa imtihan var ardai degan Rasul. Buningda ehtimollik yo'q. Rasulullah zar imtihan deb buyurgan shu. Seyma sey. Sey desa qabul qilamsiz? Shartini tutsa qabul qilaman. Mancha desa ammayman. Babir kashilan. Ya bir ishkal bo'lgan, mushkil chiqdi. Mesela İza sahhal hadis fe huve mezhebi bütün müştehid ulamalar deydi-ku. Hozir ahli hadis va hammalar deydi buni. Bu sayyid ismi. Mansukh emas, boshqacha uni shishiga sig'ib anda ishkizgan degan ehtimollik yo'q. Hech qanday ehtimollik bo'lmaydi. Ba'zi deb baqqanda shu shishiga sig'ib uningki ishkizgan qachiga deb baqqan lekin oqmaydi. Qanday qilinsa desa tang. Chora yo'q buningda. Ya xastaydigan bir nima yo'q, tamam? Qaysi? Ya. Ardai degan shu chiqadigan. U chiqmasa, ha ma'qul bo'ladi. Chiqmasimi? Chiqmasa, yat ayolini agar chiqmasa nima desa, shu o'xshash bo'ldi degli bo'lamda bo'lmaydi. Yo'q, ayolning o'zida chiqmasa, hemşirisi, anası, başkalar çıksa, imitverse, mesela Hazreti Hafsa, Fatıma gibi etti. Hazreti Ayşe, Kulsum gibi etti o. Çıkıdığın hemşirisinin bir gelken hamısı oldu. Anınız keşfiliyor. Yani bu mında mesela, en yaksan bu hadis sey emesti desek kalırsak-ıydı. Lekin sey emesti diyemeydiğen hadisin aslı var. Özünün şartı güçlüdü. Hiç kanda onda illet ya bir kaşıla, şuzuz ya ki acizlik yok. Bunun çare yok. İnema rıda'atu sagir. Onu afık kitaplarda mesela başka mezheplerin kitaplarından çıkıyor. Arda'atul kubra as-sugra diye mesela. Bir adamın iki ayağı olsa, toy kılışın biz küçük çağda mı toyunu kılalaydı dedik o, gıda. Mesela bu akçağda toyunu kılalaydı var dedik. Faradan, acil bulmuşum o. Mesela padişahlar, eski devletlerin usulü kılışı olsun. Elbette de birli bulaştıgan da balagat ketgan bo'ldi. Lekin bu akçağda bu padişahning qizi yo'q bo'lsa, bu qizning mansil o'g'il badim deb ikki davlat yarashdi deylar masalan. Ikki jamoat yarashdi. Ana endi ikki ayol bor. Birisi chiqadigan ayol, birisi buvoq emadigan ayol. Bir odamdan ikki ayol bo'ldi. Cho'ngi kichkini emitib o'tib qolsa degan masala bor. Bu cho'ngi mayol qo'shmadi deb qilgandak, ana shundan men emitib o'tsam
erimning qizi bo'lib qoldi, emrdan chiqaratib sunmay deb, ani emrdan chiqarib o'tish uchun unda tek ishlatib qolsa, hukmning bo'ldi deb bu mashhur masalalar. Hozir ham bu bunda nazariya masalasi bo'lib qolsa, burun bunda batdi. أخبرنا ابن شهاب وسئل عن الرضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة. حضرت عمر لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. اگر مش بولب قام بوسا من أردن خليب قلب تايلب قلب كتتم. Abu Ubayda minulluğu boğan bolsa nıqıltdan dediği bu muşunda bir alim faziletlik bir zatımdı. Muş hadis şu anda. Biz hazır müşkil çıkıdı digerdis muşu. Mevla Abi Hudayfa diyenninki meya çıqqagan bir ibara sil toluqlab yazanlar şu kitapta. Abi Hudayfa diyenninki kema kana tabanna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn Harithata fa ankaha Abu Hudayfata Saliman. Davonki ibar qanolda tabanna Saliman alladhi yuqaluhu mawla Abi Hudayfata kama kana tabanna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn Harithata fa ankaha Abu Hudayfata Saliman wa huwa yara annahu ibnu. Shunama Abu Hudayfa'nın özünün oğlu hisoblab to'yni qilib qo'ydi. Wa ankahahu ibnat akhihi Fatima bint al-Walid. Özünün aksidan qizini biribdi, inisining qizini. بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي من المهاجرات الأول ودسلب كي هجرت قيغان صحابيات الدنكين بو أيالنا وهي يومئذ من أفضل أيام قريش بو قريش لك شو قزشو قلانا أن سرخلت أوزلت شو چاقدا فلما أنزل الله في زيد ما أنزل زيد رضي الله عنه hakkında Allah Teala شو إنق hükümne düşügen denken Udu'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Atsqı mansub qilib, ashunda chaqiringlar. Allohning huzurida o'sha adolatga eng yaqin yo'l tushgan ekan. Rudda kullu ahadin tubunniya ila abihi. Beqilingan balning hammasi o'z atsqı mansub qilingan bo'ldi. Fa illam yakun yu'lamu abuhu, dadisini ma'lum bo'lgan kishi bo'lib qolsa, dadisi uqmadan beqilgan ahvol bo'lib qolsa, rudda ila mawali. Xo'jayinlarga mansub qilindi. Mavla fulan deydi. İbn fulanning o'rniga Mavla fulan. Ashuning azatgardisi quli degan hisobda. Fajat Sahlatu ibnatu Suhayl. Bu sahaba ayol Abu Huzayfaning ayolidir edi. Imra'atu Abi Huzayfa radhiyallahu anhum. Wa hiya min bani Amir ibn Lu'ay ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fima balagana degan ashu jumla Zuhrining so'zi. Tamam? Sahla degan mushu sahaba ayol Bani Amir ibn Lu'ay jamoatidan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelgan dedi. Bizga yetgan xabarda Rasulullohning huzuriga kelgan, faqolat mushu faqolat degan so'zni Rasulullohning huzuriga kelib degan. Biz boshqa rivoyatda Rasulullohning huzuriga mushalning kelib bunda deganligini uqdik. Lekin rivoyatda unda kelmagan. Faqolat kunna nara Saliman valadan. Biz burun Salimni bizning balimiz deb qaraydik. Kichkidan tortib bizni cho'ng o'g'an. Va kan yadkhulu alayya va ana fudlun. Men to'liq kiyinmagan holatdami uyga qishimiz kiraverdi. Ya'ni fudlun degan bilak yoki bo'yalli ochiq holatda uxlash kiyimida yoki uyda ximiz yug'irayotgan, kirjiyotgandek chaqladimi kiraverdi deydi. Va laysa lana illa baytun wahid. Bizning faqat bir uyimizdan bor, bir izlam uyimiz bordi. Faman tara fi sha'ni Salimning bizning qishimizga kirib chiqish ishida qanday qaraylar, qanday qilsa qular degan ba'zi rivoyatlarda Abu Huzayfa sal beram bo'lgandek ahvol bo'lgan. Bu cho'ng bola, cho'ng odam bo'lgandi bu. Ayolimning qashqamda ayolimda holatda kirib chiqsa deb siqilish paydo bo'ldi. Faqala laha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fima balagana bizga yetib kelgan hadislarda Rasululloh uningga mundaq degan. Bu Zuhrining so'zi mana. Faqallaha Rasululloh degan. Boshqa hadislardan Rasulullohning unda javob berganligini bildik. Arda'ihi 5 rada'atin fayahrumu bilabaniki aw bilabaniha wa kana tarahu ibnan min ar-rada'a. Siz Salimni 5 qatim emitvitan. Sutingiz bilan emitvitan dedi. Ya quruq qamchak degan gap yo'q. Sut bor. Sutingiz bilan emitvitan.
Ev bilebaniha degan Zuhrininki bilebenik dedimi rivoyatda bilebaniha deb keldimi shak qilib qo'ygan. U ayol, ya'ni Sahla radhiyallohu anha ayna imitgandan keyin mening imitishdan mening balamning o'rnida deb qaraydigan bo'lgan. Ya'ni cho'ng balani imitib etgan. Bu qanday imitim bo'lsa, bir chiqqan bal tursa desa imitim. فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. Ona mushu vaqalik bo'lgan ekan. Hazrat Aisha mushu vaqalikni xabar topgan ekan. Ha, ana bir ehtiyoj bo'lib qolsa, cho'ng odam bo'lsa-mu imitmasak, bu endi masalan boshqacha qilqi mahramlik u ishlarga foydasi bo'lsin, bo'lmasa lekin bir kirib masalan endi o'tirib, billa o'tirib qo'pash ishlarda mushu masalani hal qilgan deb qaragan. Qaragan unda Hazrat Aisha bu raviyatul islom, islomni shu Rasulullohning hadislerini, ilmni nimaga taqat qilmagan, shu tabiinlardan nechadan Hazrat Aishaning kechirib kirib so'raydi. Mana hukm qanday Rasululloh mana qanday bir taraf qilganda so'ra ilm o'rganganlar uchun, taliblar uchun mening qachon kirib ilm oladigan bo'lsin, imitotang deb shu hamshirlarga buyurdi. İmitayotgan ekan u cho'ng bo'lsa 9 yosh 10 yoshdan tortib ilm oldi, 15 yosh 20 yoshgacha kirib ilm olayveradigan bo'ldi demoqchi. Wa kanat amru umma Kulthum wa banat akhiha yurdana laha man ahbabna an yadkhula alayha. Kirdigan işte o'qiydigan o'quvchilar bo'lsa, bu o'qish masalasi deymiz. İlim bilish, Rasulullohning hadislerini o'rganish uchun unda kirdiganlar bo'lib qolsa, shu o'zining hamshirlari, shu yaqin tuqqan ayollarga imitotdan mana bundan qismga cho'ng o'sim kira oladi deb buyurdi deydi. Ramanat axiha degan qarindishi Abdurrahmonning qizlarini buyurdi. Abdurrahmonning qizi imitotgandan keyin Hazrat Aisha amma bo'ldi. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. عند حضرت عائشة سالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل رضي الله عنها حديث أساسا تروب çoğun adam bulab qasımın imildaşlık bulduğu da qarab aşında işini qildi. Başqa ayolları Resulullah'ın Ayşe ve Hafsa'dan başqa deylar. Hafsa'mın şunda işi daxil bulduğu. Başqa ayollar ya çoğun olğan çağda imisi faydası yok, namahram o deb unumida deydi. Ve qulna li Ayşe radhiyallahu anha vallahi ma nara allazi amara bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahlata bint Suheyl illa ruhsatan laha fi rida'at Salim wahda min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Salim'in vaqası Sahla bint Suheyl'in vaqası şu ayolga xas bir ruhsatda. Başqalığında ruhsat yok. Yani xususiyet demakdir. Vallahi la yedkhul aleyna bihadar rida'ati ahadun. Bunda çoğun olğan çağda imiş arqılıq imildaş yolda bizning qaşımızda bir kimsesiz bo'lmaydi deb turgan. Fa ala hada degan cho'ng olgan chaqda imissa inovatsiz degan qarashga asosan kana ra'yu azwaj Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi ridaatil kabir. Cho'ng kishini imitish masalasida Rasulullohning Hazrat Aishaning boshqa ayollarininki qarashi mushunday, ya'ni u haramlik qilib kelmaydi deb qaragan. Yani müşahidis, müşu köpçilik ayollarının muş qarışını ayının bir hadisini güçlendirdi. İnnemar rada'atu minel meca'a. Yani bir hadiste innemar rada'a ma enbetel lahm ve enşezel azm. Yani bir hadiste ma fetekal em'a. Yani bu şu buğaqnınki bütün vücudu ösüp yetilişi resmi bir uzuqluq bo'lgan çağda, yani ikki yil ichida buğını aş haramlık keltirdi. Bundan keyin keltirmaydi degan qarash. Bu shu rajih qarashim. Hazrat Aishaninki masalasini qarashini jumhur olmaydi. Endi shu doktor Izzat Atiyaning nimasi Salimning rivoyati bu sahih kelgan. Sahih kelgan ekandi. Shu chaqdimi jiddiy zali adam o'lib ketganda bir cho'ng bir yo'q. Yani Salim boshqa o'tirib boshqa hadisi bo'laveradigan gap. Nima? Bu uyga kirib chiqish bir ehtiyoj bor. İhtiyaç bağımdı. Eğer onda kırmızı bir sıkılış var iken hayat yani ketiyordu. Yani iken işleydi kaldı mı? Bu ayla işini taşlap ya başka yötkülüp hizmetini başka almıştır bunda kılıcımsa hayır şunun bunda bir ihtiyaç var. İhtiyaç sebebinin bağlantıken
bu xizmatdashi ayol xizmatdashi erni imitverse ishkelan bala ana olab ishkini taqoqliq holatda ishxonada o'ttasimi shu masala yo'q degan. Bunda bir ahvolim. Endi boshqalar bu xususiyat deb qarabdi. Yana ba'zilar xususiyat yo'q bunda. Ayni bir ehtiyoj bo'lsa, shu hadisni ishlasak bo'ldi. O'qsa. أنه سمعه يقول لا رضاعة إلا في المهد ولا رضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم. قال محمد لا يحرم الرضاعة إلا ما كان في إلا ما كان في الحولين كما كان فيهما من رضاع وإن كانت نسخة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير رضي الله عنهما وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئا وكان أبو حنيفة يستاق 6 أشهر بعد الحولين فيقول يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام 6 أشهر وذلك 30 شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك ونحن لا نرى أنه يحرم ما كان بعد الحولين وأما لبن الفحل فإن نراه يحرم ونرى أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة من الرضاعة ما يحرم من النسب ما يحرم من النسب فالأخ من الرضاعة من الأب تحرم عليه أخته من الرضاعة من الأب وإن كانت الأمان مختلفتين إذا كان لبنهما من رجل واحد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه اللقاح واحد فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه شنو dedi? لا رضاعة إلا في المهد. Ay böşük çağda emildaşlık var dedi. Böşük çağda emildaşlık yani böşük ki bölenmişsin böşük ki bölündüğün 2 yaş içinde demekçi. Kichiklan bo'lsa wala ridata illa ma anbatal lahma wad dama shu chaqda qon va go'shtlarni paydo qiladigan asholatda emgan bo'lsa andin bu imildashlik kelib chiqadi demakchi. Qala Muhammad rahimahulloh la yuharrimu rida illa ma kana fil hawlayn shu 2 yosh ichida bo'lgan imitish bo'lsa andin bu imildashlikni keltirib chiqardi. فما كان فيما من رضاع وإن كان مصة واحدة فهي تحرم. شو إشكال جلسة وقت بركتهم شندا أغزال طلب شرغم بوسا حراملق إسباتلندو. البته لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. طبعا ده اسمه كأجن بوسون لكن بو منسخ كتكن دبراي. كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا. إشكال دين كان أمسمو داربر. Çünkü Allah Teala وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ yutimmadir. Tamam kılış diyenlikken bu tamam bulup buldu diyen bu işkicil işte. فَتَمَامُ الرَّضَاعَ الْحَوْلَانِ Lakin imitişinin ki tuluk buluşu işkicilden tuluk bulup gidiyordu. فَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ تَمَامًا O tamam bulup bulganlıkken onun imitiş hükmü ispatlanmaydı. وَكَانَ أبو حنيفة رحمه الله يحتاط ب6 أشهر بعد الحولين. وحمله وفصاله 30 شهرا degan bo'g'achqa 2 yildan keyin 6 oyni ehtiyotdan ketib qo'ydi. Ya'ni 30 oy ichida imitish isbotlandi deb qaraydi. فيقول يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام 6 أشهر وذلك 30 شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك. 30 oydan keyin andin u aramliq kelmaydi, imildash isbotlanmaydi deb qaraydi. ونحن لا نرى نحن degan biz İmam Muhammed, Abu Yusuf ve başka cumhur ulemalar faqatlam 2 yosh ichida imitish olsa anda imildashlik qildi deb qaraymiz. Abu Hanifa'ning qarashini olmaymiz. Va amma labanul fahl bu erning suti degan masalaga kelsak, fahl degan unda erkak o'g'iladi. Asli bu erkak tuga, bug'ra, irshadul fuhul. Fuhul deganni masalan ulamaning fuhullari bor. Erkak ulamalar Yani buna katta ajravris ulamalarına fuhul deymiz. Şairlerin en yetişkinlerinin fuhul şuara deymiz. Fe inna narahu yuharrim. Bu labanil fahlni biz haramlık ilib kildan, imildaşlık ilib kilib deb qaraymiz deydi.
ونرى أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نسب جاتن محرم تقام بولد الله إمت جاتن محرم تقام غايلون دو دب قرأيمز. فالأخو من الرضاعة من الأبي dadının kelgen sütünü deyilem. Dadının kelgen sütünü başka bir kız valla şu dadının ayağıdan imip kalsa bu şu dadının başka ayağıga kelgen sütünü emgen oğalga uxtu buldu şu ayağıl deydi. Tuharramu aleyhi uxtahu min ar-ridati min al-ab. Ay dadının başka bir ayağını emgen hemşiresi yeni bir ayağını emgen kırındışığı nispeten aram bulup gidiyordu. Ve in kana ummani muhtalifeten. İki ana başka ayal bozumu. Yani ahne imitken ayal başka, uhtne imitken ayal başka. Lakin bu iki ayal nemde. Bu iki ayal bir erden ayalı. Bir erden üstünki hemeturçi badı değil. Üstünü peyda kıyıcı bir er. Kema kala Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma el-likahu vahid. Yani likah diyen iki ayal koskada törelme peyda kılıp andın bu sütümü şu balı sebepten peyda kıygan aşı asli nima mani vahid demek. فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Biz yani lebenil fahr yuharrim diyen müşkarasını tutmaz. Bu Ebu Hanife'nin ve cumhurununki karışı. Yani Hazreti Ayşe'nin kelgen karaş çoğun kişi emsimo aramlık kıldı, imdaş kıldı diyen olmaz mı? Bu hadiste bir xil ittirab var. Senedi sahih, lekin bununki metniga qarasanlar bir xil nimalik bor. Ittirab bo'lg'achqa biz Hazrati Ayşe'ninki qarishi va rivoyatini qo'yib turib, Kitobullohda kelgan shu hukmga aynimiz demoqchi. Massa vahida. Massa vahida shumamda go'shidan so'ngni o'sizga shu ta'sir ko'rsatdi. Bir qadim sho'rdi. Sho'rgan chaqda bu 2 yoshga bormagan chaq bo'lsa, go'sh va ustxonning shakllanishiga ta'sir ko'rsatdi. Yo'q. Massa vahid bir qatim sho'rash. Sho'rashdan massa vahid. Albatta bunda ixtilof bor. Ba'zi ulamolar to'liq bir qatim o'zi qo'yib bergan qadar to'liq imib qo'yib, uni qo'yib bergan bo'lsa deydi. Ba'zilar 5 qatim deb tushudi. Mesela bazı rivayette hamsin malumat diyen ayette battı. Resulullah ve doğançalın dep keldi o. Mesela İmam Şafii dişin hamsa radat olsa onunkin haramlık payda oldu dişin. Süt bağ çağda mümkün. Süt çıktı çıkmadı belki bunu bilemezsin mümkün. Katlar mesela buldu dep bir şey. İstiyorsak çoğu ayarlarını da mümkün mesela çıkmıyor. Vakti ya Kur'an hem çekilen imdaş istedim. Bu olsa Dari İmam Şafii 5 katın mesela İmam Azam'ın diyen önce pakatın değil mesela Şafii 5 katın. Can biz de hiç karşılamızı tutmaz. İmam Şafii yani mesela bir mezhep ise İmam Şafii tutmazsa bize doğru okumak. Yani ise İmam Azam'ın tutmamak. Uçağda toy bulmayız yok. Şey bu. Toy bulmaydı. Çünkü bireylerle bu bunun kırındışında kırıp toy kılamda mümkün olmaz. Hem daha yani bir hadiste bağlı mesela birisi toy kıptı bir ayal kelip ben işkanlı imitken bir kara ayal kelip işkanlı imitken dedim ha yani ki Resulullah'ın huzura bağlan çağda bunda deydi olsa bu imittim de tuğan diken onda işkanlı öğütüstünü kısan olmaydı o dedi. Keyfe ve kad kalet arda'atu kumari. O arda'atu kumari yanında bir kıtım üstüne bir şortuk boygan ya 5 kıtım imitken engep yok. Onun için ihtiyaç cattım mı şu İmam Ebu Hanife'nin Şu kalayım kanun var. Uygur'da aslında bir sel karışı var. Ya balıcılar karşı dikayın kas bir sel eklip bulamam çek saldıgan. Bakadım baka. Abi oyun tamaşada kılıp anda pervazlı kılıp kin andı ona ya hatırla koymadıgan. Ya dikkatma ki andın bola toyup boğanlıkken boy mandatı da balıcılar boğandı belki. Bunda kalayım kanun çek saldıgaçlı kılması lazım. Bakadım baka onun erken toy kılışını çekilip koymuş ki. وما يجزئ منها أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأكل بالضحايا والبن الثانية فما فوقه أخبرنا مالك أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى عما لم تسن من الضحايا والبن وعن التي نقص من خلقها
أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشا كحيلا أقرنا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس ففعلت ثم حمل إليه فحلق رأسه حين ذبح كبشه وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج وقد فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال محمد وبهذا كله نأخذ إلا بخصلة واحدة الجزاء من الضان إذا كان عظيما أجزاء الهدي والأضحية وبذلك جاءت الآثار والخصي من الأضحية يجزئ مما يجزئ منه الفحم. وأما الحلاق فنقول فيه بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنه ليس بواجب على من لم يحج في يوم النحر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال محمد وبه نأخذ لا يضحي عما في بطن المرأة. كتاب الضحايا قربانlık hediye qurbanlık olamdı, heyt günü soyduğan qurbanlık olamdı ve onu qanda mal olab qalsa qurbanlık yaraydı. İbn Ömer radhiyallohu anhu qurbanlıklarda ve eremge hediye edip bardigan tögi kallalarda budun deganni badana deganni Hanifi mazhabda töge ve kala hammasiga ishlatilgan so'zdir. As-saniya fama fawqahu sani degan bu malning ma'lum bir yashga kirganligini ko'rsatadigan atalg'u. Mesela tögüden sani deb qalsak 5 yilni to'ldirib 6 yil qadam qo'ysa sani deymiz. Kalıdan bulab qalsa 2 yaşını to'ldirib 3 yaş qadam qo'yganni sani deymiz. Qo'yilab qalsa 1 yilni to'ldirib 2 yil qadam qo'ysa sani deymiz. Qurbanlık yaraydigan mallar. İbn Ömer radhiyallohu anhu kana yanha amma lam tusinna min ad-dahaya. Tehe şiğe yetmegen namdı. Şiğe kirmegen namdı. Şimigen malını qurbanlık qilishdan to'sdi. Wal budun hadiya tugiladi shunda. Wa anallati nuqisa min khalqiha yartilishda kam tukartilib qolgan masalan eynak mallardan to'sdi. Bu eynak o'g'illar ham qanday eyib desa, uning sodida qimmatini to'ltirgan darajada bo'lsa, yakanda hadisda kelgan shu eyiblarni birdan bir sanash mumkin. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu annahu dahha marratan bil Madina. Dahha marratan degan qurbanlik qilmoqchi bo'lgan. Fa amarani an ashtariya lahu kabshan sahilan aqran. Meni o'zi uchun erkak muzlik qo'chqardan birini elishga buyurdi. Thumma azbahahu yawm al-adha fi musalla an-nas. Eidgahda namoz o'qiydigan joyda bo'g'izlab berishimni talab qildi. Fa'altu men shunda qildim. Thumma humila ilay ash qo'yni biz ko'tarib apadik nimaga? Abdullah ibn Umarning huzuriga. Buni ko'rgandan keyin fahalaqa ra'sahu hina dhubiha kabshu. Qo'y bo'g'izlanib bo'ldi degandan keyin ondan chechini tushirdi. Nima uchun chechini tushirdi? Çünkü Hazreti Abdullah ibn Umar teşebbuhan bil hujjaj yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde "İza dakhalul asr ve arada ahadukum yudahi fala ya'khudanna min sha'rihi" debago şu hadiske asasında mustahab deb qarab ashadisni chechini unda yasatmay ummay turgan keyin ondan qurbanlik bo'zin bo'lganiga ondan chechini ag'an yasatgan. Ve kana maridan lam yashad al-eid ma'an nas. Nima uchun o'zi gah chiqib qurbanlikni o'zi qilmadi aslida sunnat o'zi qilishdi-ku. Abdullah ibn Umar sunnatni tutdi-ku desa, kesal bo'lib qolganlikdan chiqmagan. Qala Nafi va kana Abdullah ibn Umar yaqul: "Wa laysa hilaq ra'su biwajib ala man dahha idha lam yahj." Hech qilmagan bo'lsa, o'zining tutdigan odam aytib qolsa, o chach chutish yoki unga chachni olmay turish degan gaplar vojib ish deb qaramaydi. Faqat fa'alahu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar hozir unda qurbanlikni ko'rgandan keyin chach chutishi bu ya udilkep qağalıqında çeşimli yastayı deb qaptı ya ki aş hadiske asasen mustahab deb qarağanlıqdan qiyğan deymiz. Qal Muhammed ve biyada kulli na'khud illa fi khaslatin wahida bir mesellam ammaymaz. As-sani bir yilni to'ldigan qo'y bo'lsa degan tushunama biz
Al-jaza min ad-da'n bo'lsa-mu mayli bo'ldi deb qaraymiz. Ya'ni jaza degan qo'ygish qilgan taqdirda 6 oyni to'ldirib 7-oy, 8-oy qadam qo'ygan paqlarni jaza deymiz. Shu chaqilda qo'y qanday bo'ldi? Atilgan ishli bo'ldi. Shu chaqda bir cho'ng'ogandek. İza kana adiman azza fil hadi wal udhiya. Aşı nim bo'lsa-da, semiz, cho'ng paqlan bo'lsa, bundan 1 yoshni to'ldirgan, 1 yilni to'ldirgan bilan bu 6 oylik, 7 oylik bo'lganni ikkisini ziyoda yoki shunda arasida qilib qo'ysak, ma kichikka, ma cho'ngga demaydigan darajada shunda qavul paqlan bo'lsa, semiz bo'lsa, mayli bo'ldi deb qaraymiz. Hadidimi shunda, hajga elib berishda, qurbonliqdimi shunda. Va bidalika ja'atul athar. Sayyidlar ko'p kelgan bu vaqtda. Muslimga aytsa la tadbahu illa musinna illa an ya'sura alaykum fatadbahu jaz'a min ad-da'n deb kelgan. Jumhur ulamolar jaiz deb qaraydi. Wal khasiyyu min al-udhiyati yujzi'u mimma yujzi'u minhu al-fahl. Fahlga amma azas sog'lom qo'chqa deylar. Shuning o'rnida u qurbonlik ado qilgan ekan, irikdan do'q. Irik qo'yma qurbonlik yaraydi. Abr hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dahha bi kabshayni amlahayni aqranayni mawju'ayn. Amlah degan oli qara degandek ma'noda. Yoki bak chiroyli degan ma'noda bo'ldi. Malih degan chiroyli degan bo'ldi. Mawju'ayn degan shu bo'rikka izirtilgan, ya'ni pishiritilgan degan ma'noda. Ya'ni qurbonlik yaraydi, uning bir chataq yo'q. Qurbonlik yaramaydigan qilib qo'yilgan illatlardan emas. وأما الحلاق فنقول فيه بقول عبد الله بن عمر. Yani bu vacib emas. Hech qilmagan kishi u kuni chat tushirgan, uning qadar chat tushirmay turish degandek gap yo'q. Mustahabimdan qilsa yaxshiroq ish demoqchi. Ikhbaram alaykum. Men Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu lam yakun dahyan ma fi batn al-mar'a. Qo'saqdagi baliga tug'ilmagan baliga qurbonlik qo'ygan ish yo'q deb qaraydi. Va bihi na'khud la yudahha amma fi batn al-mar'a. Chunki dunyoda ko'z ochmagan bo'lgan ekan, hatta ko'z ochgan taqdirdami shu oilaga tava bo'lgan ekan, shu oilaning bir a'zosi sifatida u cho'nglik qo'ysa, kichiklar shu qatorda no'q ketadi. Alayda bir qurbonlik qilish yo'q. O'xsa. أخبرنا مالك أخبرنا عمرو بن الحارث رضي الله عنهما أن عبيدة بن الحارث رضي الله عنه أخبره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن براء بن عازب رضي الله عنهما مشكلين صحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يبتغى من الضحايا فأشار بيده وقال أربع. وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم وهي الأرجاء البين الأرجاء البين ضلفها والأوراء البين أورها والمريضة البين مردعها والإجباء التي لا تنقى. قال محمد لا تنقي. قال محمد وبهذا نأخذ. فأما الإرجاء فإذا فإذا مشت على رجلها فهي تجزئ، وإذا كانت لا تمشي لم تجزئ. وأما الأوراء فإن كان بقي من البصر أكثر من نصف البصر أجزأت، وإن ذهب النصف فصاعدا لم تجزئ. أما المريضة التي فسدت لمرضها والأجفاء التي لا تنقي فإنهما لا يجزئان. Qanda mallarni qurbonlik qilish makruh bo'ldi. Barat Nazib radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanda qurbonliklardan biz neri turishimiz kerak deb so'ralgan chaqda qo'li bilan ishorat qildi, barmoqlari bilan ishorat qildi demakchi. Qo'li bilan ishorat qildi degan o'sha barmoq. Va qal arba manda. Va kana al-bara yushir bi yadihi va yaqul. Hamda Hazrat Bara radhiyallohu anhu Rasululloh qanda qo'lni ishorat qilgan bo'lsa, shunda ishorat qilib ko'rsatgan. Va ishora bi yadihi deb manda qilgan. To'rt barmog'ini chiqarib, bunda ishorat qilgan. Shun degan chaqda yadi aqsaru min yadihi sallallohu alayhi vasallam. Mening qo'lim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'lidan qisqaroq. Men o'xshash ishorat qilib do'rab beryapman, lekin mening qo'lim Rasulullohning qisqa. Bu nima bo'ldi? Endi haqiqiy yaratilish shunday qisqa degan bo'lishi mumkin.
fazilat va sharaf va boshqa alaydiliklarda qisqa degan bo'lishi mumkin. Adabiyotdan nima? Va hiya al-arja'ul bayyinu dal'uha. Bu qurbonlikqa yaramaydigan mallar to'kurlikqa iniq bo'lgan, to'kavlab qo'ygan mal. Bir ko'zi ko'rmaydigan mal, avra degan bir ko'zi ko'rmaydigan. Dajjal nisbati a'var deb kelgan-ku, bir ko'zi yo'q. Ham ko'zi faqat ko'rmaydigan bo'lsa, uni mo qurbonlikqa yaramaydi deymiz. Wal maridatul bayyinu maraduha. Kasallik aniq ko'rinib turgan, unda qaraslam kasalgan deyildigan mal bo'lib qolsa, wal ajfa allati la tunqi. Ajfa degan bak ojiz. Qaran turdigan ammo oldiga o't cho'pni masalan, o't cho'tgan ya masal nima ekan deb ayirib yeydigan emas, udilgan narsani shu tapqinni yeb bundan qilgan. Bu odatda bak ojiz va kasaljan bo'ldi. Ama jalliq bo'lsa, obdan o'tli oyoq berib, ilg'ab yeydi demakchi. Ana shu qurbonlikda joiz bo'lmaydigan bunning hammasi bunda qarasanglar, ayro setilib sog'lom bo'lishga ta'sir ko'rsatgan narsalar. Ko'z ko'rmaydiganimi, o'tni ko'rib yemmay qoladi, boshqalar yaraydi. To'kadir boshqalar yerlar yugurib turam, bir balapni obdan yesa bu yetishmaydi, yemmaydi. Shu mazmunni ko'z tutgan. Allati la tunqi deganmi shu nimani bunda tanlab ilg'ab yemmaydigan alabni. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ فاما العرجاء فاذا مشت على رجلها فهي تجزي. To'kavlab qildi, lekin shu putida mang'alaydigan bo'lsa, puti soya munda bo'lsa mayli, lekin putida mang'amaydigan bo'lsa qaz bo'lmaydi. Va idza kan la tamshi lam tujzi. Ma'masa bo'lmaydi. Va amma al-awra fa in kana baqiya min al-basar akthar min nisf al-basar. Ko'rish quvvatining yarmidan jiqroq bo'lsa qurbonlik yaraydi. Lekin yerimi va yerimidan jiqroqi ketib qolgan bo'lsa yaramaydi. Wa amal maridatul lati fasadat limaradiha, kesal bo'lganlikdan buning ahvoli o'zgarib qolganligi bo'lib qolsa va alabni ayirib yemaydigan bak ojiz bo'lib qolsa, bu qurbonlik qilsa ado bo'lmaydi demakchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.